Xo'p, o'yinimizni boshlaymiz bo'lmasam, men sizlarga karra jadvaldan karra beraman. Sizlar to'g'ri javob topib, o'tirgan o'quvchilarga ko'rsatasizlar. O'quvchilar ishora bilan to'g'ri yoki noto'g'riligini sizlarga aytishadi. O'yinimizni boshladikmi? Diqqat bilan eshiting. 3 kira 7. Ko'rsatamiz. Keyingisi 3 kira 5. Yaxshi. Keyingisi 4 kira 9. Juda ham yaxshi. Botir noto'g'ri ko'targanda, sen ham noto'g'ri ko'targansan. Abdurahmon topdi. Men birinchi ko'targan o'quvchi ko'rsatsin dedimi? Xo'p, keyingisi 3 kira 6. Yaxshi. 4 kira 5. Juda ham yaxshi. 4 kira 4. Yaxshi. 4 kira 8. Yaxshi. 4 kira 3. Yaxshi. 3 kira 3. Birinchi olgan o'quvchi dedim sizlarga. Xo'p. 4 kira 8. O'yin nihoyasiga yetdi. Xo'p, qani kim nechta kartochka topdi? 2, 3, 4, 5. Demak, birinchi ishtirokchimiz Abdurahmon. Nechta topding? 5 ta kartochka topdi. Ikkinchi ishtirokchimiz Shohruzbek 2 ta, Botir 2 ta. Demak, birinchi o'rin kimniki? Abdurahmon keyingi o'yinga, ya'ni qizlar bilan bo'ladigan bellashuvga qatnashadigan bo'ldi.